Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah mana ulug' kunlarga yetib keldik. Ertadan Zulhijja oyini birinchi kuni boshlanadi. Mana bu Zulhijjani avvalgi 10 kunligida mana shu avvalgi 10 kunligini fazilatlari haqida qisqacha suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Val fajr va layalin ashr" tongga qasam va 10 kechaga qasam deb aytdi. Mufassirlar mana shu 10 kecha qaysi desa, Zulhijja oyini mana shu avvalgi 10 kechalari deydi. Alloh subhanahu va taolo qasam ichganda bir buyuk narsalarga qasam ichadi. Ya'ni mana bu kechalarni ulug'ligiga dalolat qiladi mana bu. Alloh taolo Qur'onda zikr qilib, mana bu kechalarga qasam ichib zikr qilishligi mana bu Zulhijja oyini avvalgi 10 kunligi bu buyuk kunlar, buyuk kechalar ekanligiga dalolat qiladi deb aytadilar mufassirlar. Bundan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bir qancha hadislarda mana bu avvalgi Zulhijjani 10 kunligi fazilatlari haqida hadislarda aytganki, Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma min ayyamin al-amalu solihu fiha ahabbu ila Alloh min hadhihi al-ayyam." Ya'ni ayyam al-ashr. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, kunlardan biror kun yo'qki, unda solih amallar Alloh taologa suyukli bo'lgan biror kun yo'qdir. Min hazihil ayyam. Mana bu kunlardan ham ko'ra. Ya'ni Zulhijjani 10 kunligidan ham ko'ra. Ya'ni mana bu 10 kunlikda qilingan solih amallar Alloh taologa suyukli ekanligiga ishora qilyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda sahobalar so'radi: "Ya Rasululloh, valal jihadu fi sabilillah?" Sahobalar so'radi: "Alloh yo'lida jihad qilishlik hammi?" dedi. Ya'ni Alloh yo'lida jihad qilishlik ham bunga teng kelmaydimi? Deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam valal jihadu fi sabilillah dedi. Alloh yo'lidagi jihad ham mana bu 10 kunda qilingan solih amallardan afzal emas dedi. İlla rajulun kharaja bi nafsihi va malihi falam yarji' min zalika bi shay'in. Faqat bir kishi afzal bo'lishligi mumkin, jihodga nafsi bilan, moli bilan chiqsa-yu va mana shulardan biror narsa bilan qaytib kelmasa. Ya'ni Alloh yo'lida shahid bo'lib ketsa, moli bilan chiqib ketsa, hamma narsasi Alloh yo'lida ketsa, bu inson qaytib kelmasa, mana shu afzal bo'lishligi mumkin dedi. Lekin undan boshqa amallar, hatto Alloh yo'lida jihad qilishlik ham mana bu 10 kunda qilingan solih amallardan ko'ra afzal emas ekan. Xo'p, endi mana bu 10 kunda qilinadigan amallar nimalar? Qanaqa solih amallar qilish kerak? Avvalambor niyatni xolis qilishlik. Ya'ni mana bu kunlarda qilinayotgan amallarni ajri ulug' ekanligiga ishonib, Alloh taolo bizga bir buyuk ajr beradi deb xolis niyatda Alloh taolo uchun qilishlik barcha qilinayotgan amallarni. Demak, o'sha solih amallardan roza tutishlik, solih amallardan istig'forni ko'paytirish, gunohlarga istig'for so'rab duo qilishlik, Qur'on tilovat qilishlik, duo qilishlik, sadaqa berishlik, ota-onaga yaxshilik qilishlik va bundan boshqa qanaqa solih amallar bo'lsa, mana bu kunlarda qilinganligi boshqa kunlarda qilingan solih amallarga barobar emas. Alloh taologa mana bu 10 kunda qilingan mana shu amallar boshqa kunda qilinganlardan ko'ra suyukliroq bo'ladi. Demak, mana bu Zulhijjani avvalgi 10 kunligida yana bir kun borki, o'sha kunda bir
alloh taologa duolar qilib bir go'zal amallar qilib qolishlik bir fursati bor. Qaysi kuni? Arafa kuni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Qatadadan rivoyat qilinyapti. Siyamu yawmi Arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Arafa kunining ro'zasi men mana bu ro'zani oldingi va keyingi yillarga kafforat bo'lishligini Allohdan umid qilaman degan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu Arafa kunida ro'za tutishlik hojilardan boshqalarga mustahab. Ya'ni hajda yurganlar ro'za tutmasligi mustahab. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj qilayotgan odamlarga Arafa kunida Arafat tog'iga chiqqanlarda ro'za tutishlikdan qaytargan. Ya'ni hojda yurganlar Arafa kunida ro'za tutmaydi. Ro'za tutmasligi afzal. Hajga bormaganlar bu kunida ro'za tutishligi mustahab amallardan bo'ladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisida aytilgandek, mana bu kunda tutilgan ro'za bir yil oldingi va keyingi gunohlarga kafforat bo'lishligini umid qilaman degan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hadis sharhida aytilyaptiki, mana bu tutilgan ro'zani gunohlarga kafforat bo'lishligi agar gunohlar sag'ira gunohlar bo'lsa, gunoh kabiralar bo'lsa, uni kafforati faqat istig'for. Alloh taolaga istig'for aytasiz, Alloh taolo o'zi rahim qilib kechirsa, kechiradi. Bo'lmasam gunoh kabira bir og'ir gunoh. Ya'ni bu hadisda aytilgan gunohlar gunoh sag'iralar deb e'tibor qilinadi deb aytishgan ekan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda nima deyapti? Oldingi va keyingi gunohlarga kafforat bo'lishligini umid qilaman deyapti. Oldingi gunohlarga kafforat bo'lishligi mayli tushunarli. Kelasi yildagi gunohlarga kafforat bo'lishligini qanday tushunamiz? Masalan, o'sha Arafa kundan boshlab keyingi Arafa kungacha bir yil bor. U yilga hali yetib kelmadi odam. Hali u yog'ida gunoh qilgani yo'q. Buni qanday tushunamiz desa, bu yog'iga o'sha gunohlardan Alloh taolo saqlaydi degan tushunchada tushunamiz deyilyapti. Yana bir qavlda aytilgan ekan, Alloh taolo mana shu ro'zaga bergan savobi 2 yillik gunohlarning kafforatiga teng keladigan savob, ya'ni katta miqdorda ajr berishligiga dalolat qiladi deb bir ijtihodiy qavllarda aytishgan ekan ulamolar. Yana bundan tashqari salaf solihlardan vorid bo'lgan qavllar, ya'ni Arafa kunida duoni ko'paytirishlikka targ'ib qilingan. Hatto ulamolar aytadi, Arafa kunida ko'p namoz o'qiyman desa, yo'q, bu kun duo kuni, duo qil deymiz. Arafa kunida Qur'on tilovat qilaman deb kimdir o'ziga vazifa tayinlayotgan bo'lsa, yo'q, bu kuni duo qil faqat deymiz. Hatto salaf solihlar Alloh taolodan so'ramoqchi bo'lgan duolarini Arafa kuniga tayyorlab qo'yar ekan. Ya'ni Alloh taolodan nimani so'ramoqchi bo'lsa, o'sha Arafa kuniga tayyorlab qo'yib, to'plab Alloh taolodan bir duo qilib so'rab olar ekan. Yana bundan tashqari mana bu kunda kunduzi Alloh taolo quyi osmonga tushadigan kun. Ya'ni Alloh taolo hech qaysi bir nimada kunduzida tushishligini zikr qilmagan, illa Arafa kunida quyi osmonga tushishligi zikr qilingan. Ya'ni Alloh taolo Arafa kunida quyi osmonga tushib bandalarning duolarini ijobat qilishligi zikr qilingan. Shuning uchun mana bu kunning fazilati katta. Ya'ni shu kunda so'raydigan narsalarimiz bo'lsa, Alloh taolodan so'raydigan duolarimiz bo'lsa, shu kunga qoldirib qo'yish kerak. Esingizda qolmaydigan bo'lsa, varaqqa yozib oling. Alloh taolodan buni so'rayman, buni so'rayman, buni so'rayman deb katta bir spiska qilib oling. So'rang shu kuni. Ro'za tuting, mana ro'zadorning duosi ijobat bo'ladi bundan tashqari. Alloh taolo mana bu kunlarda hammamiz bir solih amallar bilan o'tkazishlikni barchamizga nasib qilsin. Qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin, kechirsin. Va o'sha duolar ijobat bo'ladigan soatlarga yetib borishlikni Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin shu soatlarga. Va bundan tashqari mana butun dunyoda
hamma xabardor bo'lib turibdi. Qanchalik ham musulmonlar mazlum, chorasiz holatda turibdi. Shularda haqqiga duo qilishimiz kerak. Ochlikdan o'lib ketyapti. Lekin shuncha qiyinchilik bo'lsa ham sabotda turibdi mana shu musulmonlar. Bularda haqqiga duo qilishimiz kerak. Va mana bu la'natlangan mal'un yahudlarni haqqiga badduo qilishimiz kerak. Alloh taolo barchamizni solih amallarga muvaffaq qilsin. O'zini dinida sobit turishlikka muvaffaq qilsin hammamizga. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu